qulaylik usulda eng tamlik materiallar bilan o'pkesib qo'yishni o'rganib oling. Xaridorlaringiz izdab kelib yegidek ta'm tilda qag'idek o'pkesib qilishni o'rganimizda do'stlar. Boshqalar necha ming qo'yib o'rgatadigan darslikni men bugun naqsizlab keldim. Cho'qim yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 oyning tishidagi bir qat meyni pokiz elib etamiz. Undan keyin cho'qi bilan ichin teshiga o'rib olamiz. Undan keyin buni bir pokiz yuvatgandan keyin buningga bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq shov suda, bir qo'shiq oqachiq suv silib 10 minut atrofida chilab qo'yamiz. Bunday qilishimiz sabab 3 oydagi g'ayri ta'mlarni chiqarib etkili bo'ldi. Әмді өпкеге қансыртып алымыз. Видеода көрсеткен бойынша әкеге өпкені бір пакыз жүйветкенден кейін ішіге мұшалатта су алымыз. Су алғандан кейін мұшынақ юғынайды, юғанғандан кейін сүйіні пак-пакыз чықырып етіміз. Бұл қыл ұсылыны нәчі қата тәкрар алатты иліп басақ өпкеміз аппақ қалаты келді. Онан кейін 10 минуттен кейін 3 айнымы пак-пакыз жүйветіміз. Мұна мұшалатта сүзік су чықыча пакыз жүйветсаңла болды. Әмді қазанға қайрынчылашқыдай су қойып, қазанны қайынтып әтмейміз. Қазан қайнай деген жағды қайрыны сіліп, 30 секунд атрапыда қайнақ суғы чылап, пичақ білән мәйнәтчілікні пакыз бір қырып еттіміз. Оның деке видеода көрсеткен бойынша суғақ суғы сіліп, іч-тешін өріп, пакыз жүйіп еттіміз. Көріп мешекепсілер достlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni tayyorlash uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayoniga qaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Hamda o'pkining cho'ng kichikligiga qarata muvofiq miqdorda un elib olamiz. Buningga tuz solmaymiz. Tuz solmaylar videoda ko'rsatganda xamir alat ketganda suv quyib 10 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Undan keyin videoda ko'rsatgandek xamirninki suyini chiqarishni boshlaymiz. Hozir 60 xil darsni faoliyat qilyapman. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom pishirib içimlik murabba, bozorlik soğuk say dersikimizni 60 xil dersini 10 koy bilaygun alaysiz. Ders tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran stüdyo numeri şu. Xamirni videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 qatim pokiz yuvib olamiz. Tunji qatimda süzgüchdan bir o'tkazib o'tamiz, ikkinchi qatimda mo süzgüchdan o'tkazib o'tamiz. Uchinchi qatimdagi suv bek anda quyuq qalat ketmaydi. Videoda ko'rsatgandek mushalat ketgan chaqda shunday süzük suv chiqqan vaqtimizda so'g'chilab qo'yamiz menchangni. Әмді өпкі қойғанды ішілдіған материалларын тәйірліп алымыз. 6 тал тұқым ішілеттім, өзіңларының ихтияжы қарта ішілетсаңлар болды. Майны түшітіп, сойытып қойымыз. Оның декен қайрынның мұштақ юмлақ еріні кесіп, канайға чырайлық қылып тікіп алымыз. Мана видеода көрсеткен бойынша тікіп тәйірліп алсаңлар болды. Оның декен абияқ қымыр сүйіміз 2 saat atrapıda tınıp мұшынақ сүйе үстіге çıqıdı. Süzük suyunu tökütіп, asıdaki қойық еріні тәкші иләштіріп алғандекен тұз тәмін тетіп алымыз. Onundan keyin har bir qatim o'pka qo'shgan vaqtimizda mushtaq tegini bir qator ilashtirib etib, o'pkining ichiga qo'yamiz. O'pkining ichiga ishkichini o'z mangdirib atgandan keyin abiyatdan chilib tayyorlagan tuxum, suv maylarni qo'yamiz. Onundan keyin xamir suyini qo'yib, o'pkimiz mushalatga yetganda qaynayotgan qozon silib 40 minut atrofida o'rib-jo'rib pishirib olamiz. Shundaq cho'ksaysak o'zlaricha ketmagidek holatda pishgan bo'ldi. Endi go'sht bilan jiyani ushshaq to'g'rab bir qancha sevib olamiz. Undan keyin mo piyoz to'g'rab silib etamiz. Tam xuruchlardan tuz, yaxshi ezilgan zirdinchi qaraq sevasanlar bo'ldi. Qarmushdan yerim qo'shiq silib, tekshirlashtirib olamiz. Әмді абияттың қамырдан чықырып алған менжаңны 1 saat atrofida soğuqchilab qo'ysak mushtaq elastikli qalat ketadi. Buni tekshir yetib olgandan keyin uyimizda atgan lazni ustiga chiroyli surib, undan keyin hozir qilib olgan qiymini ustiga chiroyli chechib, videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshirib olgandan keyin yo'gaymiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshir yo'gib olgandan keyin buni jip bilan mushtaq to'lg'ib olsanglar bo'ldi yoki mush qarama-qarshi holatda to'lg'ab, leganning ustiga ilib qarama-qarshi to'lg'ab 40 minut atrofida dumlab pishirsanlar bo'ldi. Endi buni bozorga chiqadiganlar bo'lsa 3-4 kun bo'lib qaltiq silib pishirib oldi. Endi buni qaltiq solgandan dumlab pishirgan sal yaxshi. Uningdagi 3 oyni videoda ko'rsatgan bo'yicha o'rib olamiz. Undan keyin azroq jiga go'shtlarni ushshaq to'g'rab olgandan keyin sabzi bilan piyozni muvofiq miqdor to'g'rab silib etamiz. Undan keyin qozonga suv quyib, mush qiyrinlarni silib qaynatib olamiz. Ondan keyin tayyorlab olgan qiymaning ustiga yarim soat chilab tayyorlab qo'ygan guruchni to'kib, buning rangining chiroyli chiqishi uchun uyimiz chanib olgan lazdan 2 qo'shiq silib etamiz. Undan keyin tuz ta'min etib olamiz. Undan keyin tamlik chiqishi uchun zirdan chaqaraq silib etamiz. Undan keyin cho'ng ustamning tetib qo'ygani vijinsidan 1 qo'shiq atrofida silib etamiz. Mushu tamoq qasam ta'minni yaxshi qilmayapman degan xonim qizlarimiz cho'ng ustamninki mushu vijinsidan ishlatib baqsanglar bo'ldi. Ta'm intayin bek yaxshi chiqadi. Saygi solsanglar sayning seginini yo'qitib beralaydi. Har xil mush qiymalar qilganda muvofiq miqdor sevasanlar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor, sizlarni oshpaz ustam qilib etdi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha qiymani tayyorlab, mush 3 oyning ichiga qo'yib tayyorlab oldik. Endi buni qaynayotgan qozonga silib 5 minut atrofida qaynatib olamiz. Undan keyin buni jig'ni bilan teshib, suylarini bir chiqarib etamiz.
Onunki öpkini özümüzden yaxtırışı boyunca uşaq doğurub alğandan keyin, muş üçeylarni üstüge silib, onun üstüge muşu qeyrinlarni silib, onun üstüge muş abiyetini tayyorlab alğan açıq menjinglarni qoyub iste'mol qilsak bo'ldi. Zira yoki qarmışlarni azroq sepib olsanglar texmi eshik bo'ldi. O'rganib oldingizmi?